Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz hozir optim narxlarda gilom sotadigan magazinga kelganmiz. Rivojdan narxlari bilamiz. Assalomu Keling alaykum aka. aka, Salom tushunsiz, alaykum. sog'ligingiz Aka yaxshimi? sizsiz? Rahmat aka. Gilomlarni narxlari Hop. qanaqa bo'lyapti? Metraji, 4 ga 4'lari, 3 ga 3'lari, Bo'ldi. bir Bularni boshdan meni 4 metrli ma'lum. aka. Aha, Bular bular Samarqand Yakzavodniki. Bular kvadrati 50 ming so'mdan tushadi aka. kvadrati 50 ming Ha. so'mdan. Bulardan bir pog'ona qalini bor. Bular ham so'rashib ketasiz aka. Endi 4 Mhm. metrli. Bular ham Samarqand Yakzavodniki. Samarqand Hop, gilomi. bular ham 100 ming so'mdan tushadi aka kvadrat. Kvadrati 100 Ha. mingdan tushadi. Mollarim bor. Endi bular o'rta qalin, eng oliysi aka. Endi 4 metrli bular. Bular ham kvadrat 200 mingdan tushadi aka. Hop, mana buni ham Toza paxtali Samarqand Yakzavodniki bular ham. ko'rishlari mumkin. Har xil gullari bor. Mehmonxonalarga joy moslab olsalar ham bo'ladi, aboylaringga moslab olsalar ham bo'ladi. Bundan tashqari aka, bu gilomlarimizni uylarini o'lchab o'sha razmerda ham O'lchab kelish, olib borib solish xizmati hammasi ichida aka. Tikib. hammasi ichida. Aha. Olib borib solib berishadi aka. Andaza olib bichib olishadi. Uni olib kelib, tikib, hamma yo'g'ini qilib berishadi aka. Hammasi besplatni ichida aka. Ichida, gilomning Ichida ichida. Ha. Faqat gilomga pul to'lashadi xolos. Ha, xizmatlari ichida bo'ladi. Xizmatlari ichida. Bundan keyin gilomlarimiz nechaga necha? Hop, bular ham 3,5 metrli. Xizmatga o'tib olavering, men ba'ni olib gapiraman. Bular ham 3,5 metrli. Mhm. Bular ham kvadrat 200 ming so'mdan tushadi aka. Mollarim bor. Endi 370 mingli. Mhm. Xo'p, bular 370lik so'rab kelganlarga bor aka. Endi bular ham 50 ming so'mdan tushadi kvadrat. Kvadrat 50 ming so'mdan tushadi. Bular ham 3,5 metrli aka. Bular Samarqand Yakzavodniki bular ham. Bular ham kvadrat 50 ming so'mdan tushadi. Arzonroq variant so'rab kelganlarga. Mollarim однотомli endi aka. Mana annatomliklarni ko'rishlar mumkin. Buni qalinligini ko'ringlar aka. 1,5 santimetr chiqadi. Endi 3,5 metrli aka. Yumshoqligiga gap yo'q akalar, oyoqlar ham botib ketyapti. Endi 3,5 metrliklari. Bular 140 ming so'mdan tushadi aka kvadrat. Mhm. Poloslarim bor, rossiyskiy poloslar. Rossiyskiy poloslar. Bular ham 50 ming so'mdan tushadi. 50 ming so'mdan kvadrat. Bularni har xil gulidan bor ekan. Har xil turi bor. Mana har xil gullaridan bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Bular ham bor endi aka. Bular ham 3 metrli. Bular ham kvadrat 200 ming so'mdan tushadi aka. Qalin Samarqand Yakzavodniki gilom aka. Poloslarim bor, endi 4 metrli. Bular kvadrati ham 50 ming so'mdan tushadi. Bular ham bor aka. Bular ham 50 ming so'mdan tushadi. Bular ham endi 3 metrli. Bular ham Samarqand Yakzavodniki. Arzonroq gilom so'rab kelganlar. Bular ham bor, bir pog'ona qalinroq. Bular ham 3 metrli aka. Qalin yupqasida farqlari bor. Qalin yupqasida farqi bor aka. Bular ham 3 metrli. Bular ham 130 ming so'mdan tushadi aka kvadrat. 130 ming so'mdan. Ko'rishlar mumkin. Istalgan gulda har xil gulidan bor ekan. Akalar ko'rishlar mumkin. Optim joyga kelganmiz. Birinchi qo'l akalar. Bular necha metrli aka? Bular ham 5 metrli aka. 5 metrli so'rab kelganlarga, Endi 5 metrli aka. Mana 5 metrlilarning ham har xil gullari bor ekan. Ko'rishlar mumkin. Endi mana u tika qilib qo'yib bergan gilomlar ham bor. Bularning ham metraji bormi yo bular faqat razmerda keladigan gilomlar? Bular gilomlar? razmerda gatoy bo'ladi. Bular avanli bilan doroshkalar. Bular qattiq aka endi. Bular ham Samarqand Yakzavodniki aka. Bir boshdan ko'rsatib o'taylik. To'g'rimi? Bitta qo'lingizga ko'rsatsa o'shalar tushunga qoladi. Mana ularım bor aka. Bular yengilroq varianti. Bular necha pullar? Bular 2,5 million so'mga tushadi aka. Nechiga nechaga? 3,5 ga 5. 3,5 ga 5. Bu varianti bor aka, paxtali toza. Bular 3,5 million so'mga tushadi. Bular ham endi 3,5 ga 5. Bu ham bir xil tushadi aka narxi. 3,5 ga 5, bu ham 3,5 million so'mga tushadi. Bundan bir pog'ona qalinrog'i bor. Bular 3 million 600 ming so'mga tushadi. Har xil gullari bor ekan. Gullari har xil aka. Mana shular polniy hammasi 3,5 ga 5 aka. Endi Eron so'rab kelganlarga Eron variantimiz bor aka. Eron. Qalinligi. Bu Eron varianti aka. Bular Eron. Ko'rishlar mumkin. Juda chiroyli gilomlar. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada fikrlaringizni yozib ketinglar. Ikkinchi manzil qayerda aka? Manzil Marg'ilon shaharida aka. Kirgilimosdan tushib kelganda chap qo'lda, burilib kelganda o'ng qo'lda diler gilambaz. Agar bu o'zimiz Marg'ilon sentr tarafdan kelsalar, chap qo'lda svetofordan o'tganda, Nadirman metan svetofordan o'tganda chap qo'lda diler gilambaz aka. Marg'ilonliklar biladi, bu O'nda yo'lida. O'nda Damas yo'nalishida. Frunza ko'cha deyiladi eskilar, endi yangi
Avanni so'rab kelganlarga aka avannilarimiz ham bor. Avannilar. 1 ga 3 metrlik. Bular nechi puldan? Xo'p. Bulari kvadrati aka $35 chiqadi aka. Bular Eron bo'ladi. Bular Eronniki. Mhm. Bitta o'tib olmasa ekan. Bunday o'tib uni nimalaysiz, Daroshka? daroshkalaysiz Mhm. narxini. Dastlabkasi qayergacha sizlarni? Dastlabki Farg'ona bo'ylab aka bo'ldi. Farg'ona viloyatini o'ziga. Aha. Yo vodiy bo'ladimi? Yo'q, Quvasoyga ham chiqyapmiz. Quvasoylarga. Quvasoy Farg'onada. Bilmadim aka. Quvasoyga chiqdik. 5 bolalarga ham chiqdi yomon. Bu daroshkalarimiz-chi akalar? Xo'p, bular daroshkalar. Endi 80lik, 1lik, 1.20, 1.5, 2 metrlik bular komplekt bo'ladi. Xo'p, Bular bular nechi kvadrati 200 ming so'mdan tushadi aka. 80ligini. Ha, 80liklar 200 ming so'mdan tushadi kvadrat. Bir xilda ketaveradi. Komplekt so'rab kelganlarga aka bular. Bu har xil gul turibdi bu yerda. Mhm. Buni pulida farqi bormi bular yo'qmi? Yo'q, mana undan boshlab oxirigacha bular 200 ming so'mdan tushadi. Bu tomondan boshlab u to'rt Ha. qator 200 mingdan tushadi. 200 ming Narigi so'mdan gullarimiz. Xo'p, bular ham endi 80lar aka, bular ham komplekt. Endi 80liklari 45 ming so'mdan tushadi aka. Kvadrat metr Ha, 45 ming kvadrat. so'm. 1 metrligi bor 55 ming so'mdan tushadi. Hmm. Bular ham 55 ming so'mdan tushadi. Kvadratlar. Hamma yo'g'i. Buni ham har xil bir xil. gullaridan bor ekan. Gullar ham har xil aka. Bular ham bor, bulardan bir pog'ona qalinroq. Bular ham bor aka. Bularning kvadrati 140 ming so'mdan tushadi. 140 ming. 140 mingdan. Bular ham komplekt bo'ladi. Komplektdan ko'rishlaringiz har xil gul. Endi bularni olaman deganlarga uyda turib telefon qilsa, Aha. dastavkalari qayergacha aka? O'zbekiston bo'yladimi yo Farg'ona Dastavka viloyatini o'ziga? O'zbekiston bo'ylab pulni aka. O'zbekiston Ha. bo'ylab dastavka. Любой joylarga dastavka qilib tashlab beramiz aka. Telefon qilib, shuni zakaz qilsa ham olib borib tashlab beramiz. Tashlab beramiz. Bemalol murojaat qilishaveradi. Bularimiz aka ranglilari. Bular ham endi 80lik aka. Bular ham 45 ming so'mdan tushadi. Bular ham 45 ming. 45 mingdan aka. Buni ko'rishlaring mumkin. Har xil gulidan bor. Daroshkalarni endi 80 dan oxiri 2 metrgacha bor ekan. Har xil gullari bor. Ko'ryapsizlar, oq deysizlarmi, qizil deysizlarmi, ko'k deysizlarmi, yo'l-yo'lidan deysizlarmi, istalgan turidan bor. Akalarimiz optim narxda. Bundan tashqari Andijonning qatida filiallaring bor yana? Andijonda Bo'z tumanida bor aka. Andijon Dur magazin viloyati. tepasida. Qatida? Dur magazin tepasida. Andijon viloyati Dur magazinning tepasida. Andijon viloyati Bo'z tumanida Dur magazinning tepasida filiallari ham bor. Andijondan ko'rayotgan bo'lsalaring. Yana nima bor? Ha, bular. Bularimiz necha puldan? Xo'p, endi avanni so'rab kelganlarga aka. Bularning ham kvadrati 200 ming so'mdan tushadi aka. Bular toza paxtali bo'ladi. Paxtali bo'ladi. Aha. Bular komplekt bo'ladi aka. Komplekt. Bularning razmeri nechiga necha mana ularning? Xo'p, manlarim 1.5 ga 2.30 aka. 1.5 Bular ham, 2.30. Bularda ham komplekt bor. Bular bo'ladi aka 1 ga 1, 1 ga 1 bo'ladi. 1 ga 1.5 bo'ladi aka. 1 ga 2 bor aka. Ketaveradi aka bu. Endi toza Eronni poddelkasini so'rab kelganlarga bular ham bor aka. Poddelkasi ham bor bular. Ha, Eronni poddelkasi ham bo'ladi aka. Uni Toza Eron ham bo'ladi. uni mana ko'ryapsizlar. Ko'pchilik ajrata olmaydi. Akamiz poddelka bilan originalni farqigacha aytib beryapti. Bular poddelkasi bilan. Endi toza Eron so'rab kelganlarga toza Eronlarimiz bular bo'ladi. Toza Eronlar bular. Ha. Mashinasi nechiga necha 4 burchak? Xo'p, bular 2 ga 3 metr bo'ladi aka. 2 ga 3 metr bo'ladi. Mana. Mana gullalarini ko'rishlaring mumkin. Toza Eron gilomlari. Bularimiz kvadrati endi $60 tushadi. Ha, $60 Ha, tushadi. poddelkasi bo'ladi. Bular poddelkasi $20 tushadi. $20 poddelkasi. Bundan tashqari. Bu jay namozlarimiz necha puldan aka? Gilomlilar. Jay namozlarimiz bor aka. Bular ham Makkada Madinaning jay namozlari aka. Bular ham 350 ming so'mdan. 350 ming so'mdan. Buni razmeri 1.20 mi, 1.30 mi? Kattaga o'xshayapti. 1.30 bo'ladi aka bu. 1.30 lik. Yana 70. Yana 70 bo'ladi. Har xil 1.30 turidan bor ekan. Bu avtomobilni nimalari-chi aka? Avtomobilniki bor. Xo'p, bular bor. 140 ming so'mdan tushadi. 3 ta bo'ladi komplekt. Komplektda 3 ta bo'ladi. Arzon variantlari bo'ladi. 100 ming so'mdan tushadi aka. Bundan qalin varianti bor. 350 ming so'mdan tushadi. Aka rahmat. Mayli aka, sog' bo'ling aka. Manzilda mana ko'rsatib o'taman bilmaganlar uchun. Mana 10 yo'li bo'ladi. Bu tomon Lazzat svetofordan kelishda, sentrdan kelishda bu tomonimiz mostdan tushib mana magazinimiz. Diller gilamlar bazasi.
butun narxlarda akalarimiz birinchi qo'l. Istalgan turidan bor. Xoling kelib tanlang, xoling telefon qilib tanlang. Bundan siz dastavka ustanovkasi ichida xizmat ichidagi akalarimizga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.